Assalamu alaykum qarindoshlar, Nurxona kanaliga xush keldinglar. Yar Muhammad Tahir To'g'liqning Uyg'urlarda farzand tarbiyasi nomli kitobining butun mazmun o'qib tugatildi. Bu jarayonda meni qo'llagan, meni rag'batlantirib, texim yaxshi o'qishim uchun yordamda bo'lgan do'stlarimga ham yoqtirib olgan hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Chunki men o'zim odatda kitob o'qig'anim bilan bunda kitoblarni ovozga elish jihatlarda asroq tajribam yo'q edi. Faqat shu do'stlarimning yordam bilan, qo'llash bilan o'qib ketdim. Şoň ba'zi bir sabablardan xoli bo'lolmagan bo'lishim mumkin. Şoň hammanglarningki kang qo'rsaqlik bilan anglashinglarni umid qilman. Buningdan keyin agar yana shunda o'qishimdan ortiq vaqt ishni olsam, men yana davomli yaxshi mazmunlarni sizlarga sunishga tirishaman. Agar sizlar mush kitobni yoqtirgan bo'lsanglar, atrofingizlarga tavsiya qilib qo'yishni unutib qolmaysizlar. Oxirda yana bir qatam hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Yana bir qatamliq mazmunda ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.